sho'r bor, bunisida sho'r yo'q. Endi bo'g'ishda buni ushlaganimga matlariga ozgina oqargan joylari o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Katta zavodga kelganman, xudo xolasa. Akalarimiz aytishicha, bu tuproqdan chiqib qolar ekan bunaqa sho'r. Agar shunaqa tuproqdan sho'r chiqadigan bo'lsa, u yerdan tuproq olishni to'xtatamiz, sifatli joydan olamiz deyishyapti. Keyin bunaqa g'ishtlarni skidga chiqarishib yuborar ekan. Faqat shunaqa sho'rlamagan sifatli g'ishtlarni chiqarib sotishar ekan. Nimaga desalaring, olgan klient ham baribir ertaga rozi bo'lmaydi deb akalarimiz shunaqa deyapti. O'sha hisobiga sizlarga iloji boricha yoritib berishga harakat qilaman. Bu zavodimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, Soyguzor qishlog'ida. Sho'rlagan g'ishtni skidga chiqarib tashlar ekan. Umuman sotishmas ekan. Razmeriga kelsak, razmeri pishig'ish razmerda bo'ladi, standart bo'ladi, 25-12-6 sm. Narxiga keladigan bo'lsak, manzilga qarab kelishiladi. Ekranda nomerga aloqaga chiqsalaring, imkon qadar ko'ngildagidek qilib yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.